Assalomu alaykum. Ushbu video qo'llanmada admin.sleep.uz platformasida jurnal ma'lumotlarini qanday to'liq to'ldirishni bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Bosh sahifada jurnal ma'lumotlarini to'ldirilganlik foizi 60% ko'rsatmoqda. Uni 100% ga yetkazish uchun tahrirlash tugmasini bosamiz. Bunda jurnalni 3 xil bosqichda ma'lumotlarni to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Birinchi bosqichda jurnal nomi 3 xil tilda to'ldirishimiz kerak. Qisqa nomi ham 3 xil tilda to'ldirishimiz kerak. Jurnal maqola chop etish tillarini belgilab olishimiz kerak. O'zbek tili, misol uchun ingliz tillarida chop etiladi. Qaysidir jurnalda rus tili, nemis tili, qoraqalpoq tili esa shu tillarni ko'rsatib ketishimiz kerak bo'ladi. Tashkil etilgan yili belgilab ketishimiz kerak bo'ladi. Jurnalni aloqa uchun telefon raqami va elektron pochtasi. Jurnal veb-sayti. Mas'ul xodim, ya'ni jurnalga bog'lanish kerak bo'lgan mas'ulning Telegram nickname kiritishimiz kerak bo'ladi. Jurnal Ezen elektron, Ezen nashr kiritishimiz kerak bo'ladi. Va jurnalni fan yo'nalishini tanlashimiz kerak bo'ladi. Bular majburiy emas. Majburiy poliyalarga qizil yulduzcha qo'yilgan. Ana shular majburiy poliyalar, qolgan hech qaysi majburiy poliya emas. Muqova jildini yuklashimiz kerak bo'ladi. Bunda yuklangan jurnal guvohnomasi agar mavjud bo'lsa va OAK sertifikati mavjud bo'lsa yuklashimiz kerak va keyingi tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Keyingi tugmamizda ikkinchi bosqichda maqolani nashr qilish pullik yoki bepul. Bepul bo'lsa bepul tanlaymiz, pullik bo'lsa narxini kiritib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Maqola qabul qilish ochiq yoki yopiq. Misol uchun sleep.uz tizimida mualliflar maqola yuborishini ochiq qo'yish yoki yopib qo'yish imkoniyati mavjud. Jurnal sharh berish, ya'ni foydalanuvchilar tomonidan bu jurnal sleep.uz tizimida sharh berishni ochiq qo'yish yoki yopib qo'yish bo'yicha qo'ysangiz bo'ladi. Tahrirlash modelini tanlashingiz kerak bo'ladi. Bunda 4 ta model bor. Ochiq tahrir, 1 tomonlama anonim, 2 tomonlama anonim, 3 tomonlama anonim. Bu yerda batafsil ko'rsak bo'ladi. Jurnalda manzilni kiritishimiz imkoniyati bor. Bunda xaritadan tanlash, izlash imkoniyatlari ham bor. Bog'langan tizimlarni tanlashingiz mumkin. Misol uchun Scopus'da jurnalingizda profilni, URLni kirgizishingiz kerak bo'ladi. Xuddi shunday qolganlarida ham. Uchinchi bosqichda esa jurnal haqida ma'lumotlar kirgizishimiz kerak. Ya'ni jurnal haqida ma'lumotni 3 xil turda kirgizishimiz kerak. O'zbekcha, ruscha, inglizcha tilda. Muallif uchun qo'llanmalarni ham 3 xil tilda kirgizishimiz kerak. Ruscha, o'zbekcha, inglizcha tillarda. Va etika siyosatini ham kirgizishimiz kerak bo'ladi. Bu ham 3 xil tilda kirgizish kerak bo'ladi. Va oxirida jurnal yangilash tugmasini bosamiz va muvaffaqiyatli ma'lumotlarni to'ldirgan hisoblanamiz.